biz olayotgan ilmimizni solishtiramiz. O'lchovga solamiz. Bizni olayotgan ilmimiz foyda beruvchi ilmdanmi yoki foyda bermaydigan ilmdanmi? Shuning uchun salaf solihlar nima degan? Innamal ilmu al-xoshya degan. Ilm xoshya. Xoshya degani nima degan? Qo'rqish degan. Ilm olib turib, lekin Allohdan qo'rqmayotgan bo'lsa, ya'ni Alloh taologa osiy bo'ladigan, Alloh harom qilgan narsalarni ilm olib turib, shu bilan birga qilib ketayotgan bo'lsa, u ilm bilan Allohdan qo'rqmayapti, demak u ilm foyda beruvchi ilm emas. Shuning uchun Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 10 oyat o'rganib, o'sha 10 oyatga amal qilib, keyingi 10 oyatga o'tardik degan. Ilm mana shu uchun olinadi. Ilmimiz agar odobimizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, amalimizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, ibodatimizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, muomalamizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, gapimizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, harakatlarimizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, bu ilm foyda bermaydi bizga. Olyapmiz, ilmimiz bizni zararimizga bo'lyapti. Allohning huzurida ertaga zararimizga ishlaydi bu ilm, faqat zararimizga ketadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi va man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bugungi mavzuyimiz foyda beruvchi ilm haqida bo'ladi. Ilmni foyda beruvchisi bor va zarar beruvchisi bor. Albatta, ilm agar Alloh subhanahu va taoloning roziligini topishlik uchun olinsa, u foyda beradi. Agar ilm Allohning roziligini emas, balki dunyoning roziligini xohlashlik uchun talab qilinsa, odamlarning roziligi uchun talab qilinsa, dunyodan bir matoga erishishlik uchun talab qilinsa, u ilm foyda bermaydi. Albatta buni alomatlari bor. Foyda beruvchi ilmning alomatlari bor, foyda bermaydigan ilmning alomatlari bor. Ya'ni bular bizga go'yoki o'lchov. Biz olayotgan ilmimizni solishtiramiz. O'lchovga solamiz. Bizni olayotgan ilmimiz foyda beruvchi ilmdanmi yoki foyda bermaydigan ilmdanmi? Ilm agar foyda beruvchi bo'lsa, ya'ni u ilmga amal qilinsa, keyin bu ilm oxiratda najotni beradi. Aks holda dunyoda ham oxiratda ham xor bo'ladi. Agar u ilm foyda beruvchi ilm bo'lmasa. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun oyatda aytadiki, innama yaxshalloha min ibadihil ulama. Albatta, innama bilan keltiryapti. Innama bu adat hasr. Nima degani adat hasr degani? Cheklov quroli degani. Ya'ni innama kalimasi arab tilida qaysi joyda keladigan bo'lsa, innamadan keladigan narsa nima qilinadi? Cheklanadi. Ya'ni innama yaxshalloha min ibadihil ulama deyapti Alloh taolo. Qo'rqishlikni kimlarga cheklayapti? Olimlarga. Allohdan qo'rquvchilar bular kimlar bo'ladi? Ulamolar bo'ladi, olimlar bo'ladi. Demak, ilm Alloh taolodan qo'rqishlikni keltirishlik kerak. Mana bu foyda beruvchi ilm. Agar ilm Alloh taolodan qo'rqishlikni keltirmasa, u zarar beruvchi ilm bo'ladi. U o'sha ilm olayotganni zarariga hujjat bo'ladi. Jahannamga kirib ketishligiga hujjat bo'ladi. Shuning uchun salaf solihlar nima degan? Innamal ilmu al-xoshya degan. Ilm xoshya. Xoshya degani nima degan? Qo'rqish degan. Yaxshalloh deyapti-ku, Allohdan qo'rquvchilar deyapti. Ilm qo'rqishni degan. Ya'ni ilmni biz qo'rqishlikka bog'laymiz, cheklaymiz. Ilm qo'rqishlikni keltirishlik kerak. Aks holda u ilm foyda bermaydi. Demak, birinchi o'lchov bayon qilindi oyatda. Ilmni kim olyapti va olayotgan ilmi bilan Alloh taolodan qo'rqayotgan bo'lsa, bu ilm foyda beryapti. Ilm olib turib, lekin Allohdan qo'rqmayotgan bo'lsa, ya'ni Alloh taologa osiy bo'ladigan, Alloh harom qilgan narsalarni
ilm olib turib shu bilan birga qilib ketayotgan bo'lsa, u ilm bilan Allohdan qo'rqmayapti, demak u ilm foyda beruvchi ilm emas. Albatta ilm xoshiyani keltirishlik kerak. Shuning uchun ba'zi olimlar aytganki, man xoshiyalloha fa huwa alimun va man asohu fa huwa jahilun. Kim Alloh taolodan qo'rqadigan bo'lsa, u olim. Kim Allohga osiylik qiladigan bo'lsa, u johildir. Garchi ilmi bo'lsa ham, ilmi bor, lekin Alloh taolaga nima qilyapti? Osiylik qilyapti. U johil u. Qaysi ma'noda johil? Alloh taoloning buyrug'ini mensimayotganligi uchun johil u. Ilm olib turib, bilib turib amal qilmayotganligi uchun johil. Avvalgilarni, ya'ni salaf solihinlarni sharafi, izzati, g'alabasi, ularning hurmati, haybati, dushmanlar ulardan qo'rqishligi, ularning shijoati, ularning do'yurakligi, ularning mardligi, ularning sodiqligi nimada? Ular olgan ilmiga nima qilgan? Amal qilgan. Shuning uchun Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 10 oyat o'rganib, o'sha 10 oyatga amal qilib, keyingi 10 oyatga o'tardi degan. Yoki ba'zi olimlardan 5 oyat deb kelgan. Ba'zi salaflardan 5 oyat, 3 oyat deb kelgan. 3 oyat o'rganib, 5 oyat o'rganib, 10 oyat o'rganib, o'shani amalini o'rganib, amal qilib keyingi oyatga o'tardi degan. Ya'ni bu joydagi bizga kerakli, foydali joyi nimada? Ular olgan ilmiga nima qilgan? Amal qilgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularning hayotiga barokat bergan. Shuning uchun ular ummatning eng yaxshilari bo'ldi. Nima bilan ummatning eng yaxshilari bo'ldi? Sirotul mustaqimda ular to'g'ri turib berdi. Fastaqim kama umirta. Buyurilganingizdek fastaqim. Fastaqim nima degan? To'g'ri yuring degan, to'g'ri amal qiling degan. Qanday buyurilgan bo'lsangiz, nimaga buyurilgan bo'lsangiz? Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytayapti bu gapni. Fastaqim kama umirta. Ular haqiqatda buyurilganidek nima qildi? Amal qilib turdi. Oyatlar tushishligi bilan nima qildi? Amal qildi. Maqil ibn Yasar radhiyallohu anhu. Bu kishining qissasini bilasizlarmi? Kim biladi bu kishining qissasini? Bu kishining juda ham ta'sirli qissasi bor. Shaxsan menga juda ham chuqur ta'sir qilgan u kishining qissasi. Bu kishi radhiyallohu anhu Makkadan hijrat qilmoqchi bo'lganlarni Madinaga toshigan, olib kelgan. Yo'lni yaxshi bilganligi uchun shu ish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan bu kishiga berilgan. Bu kishi go'yoki hozirgi kunda qochoqchi deydi, o'sha nima yo'llardan o'tkazuvchi deydi. Maqil ibn Yasar radhiyallohu anhu mana bu ishni qilgan. Ya'ni Makkadan Madinaga hijrat qila olmayotgan yoki hijrat qilishlikka mushriklar ruxsat bermayotgan, qo'yib yubormayotgan odamlarni yashirin yo'l bilan borib, kechqurun uydan olib chiqib, hattoki orqasiga, qaranglar, eshitinglar, orqasiga mindirib tashigan. Ko'tarib tashigan, ko'tarib. Mana shu ishni qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu vazifani u kishiga bergan. Kunlardan bir kuni Madinadan Makkaga boradilar. Bir oilani olib kelmoqchi bo'ladilar. Oilani oldiga borgan joylarida islomga kirishlaridan oldin u kishini ma'shuqasi bo'lgan bir ayolni ko'rib qoladi. Ya'ni sevgilisi bo'lgan bir ayol. Hozirgi til bilan aytganda. Ya'ni u ayol qanday ayol bo'ladi? Zinokor, shunaqa yomon, fohisha ayol bo'ladi. Toshib kelishlik uchun borganda uni ko'rib qoladi. Keyin haligi ayol tanib qoladi. Voy deydi, eski tanish-ku deydi. Ke bir maza qilaylik deydi. Qarang, gapiga qarang. Ya'ni o'sha harom buzuq ishni qilishlik uchun. Keyin yo'q deydi. Qarang, hech kim yo'q, qorong'ida, Madinada ham emas, Makkada, musulmonlardan uzoq joyda,
Kamera yo'q, kuzatib turuvchi yo'q, orqasida poylab turuvchi yo'q, o'zi yolg'iz va u ayol jalb qilyapti, uni chaqiryapti. Harom ishni qilishlikka. Shu joyda nima deydi radhiyallohu anhu? Yo'q, islom bu ishni harom qilgan. Alloh taolo harom qilgan. Men Allohdan qo'rqaman. Qarang, xoshiya kelayotgan joyni, xoshiya. Innamal ilmu al-xoshiya. Ilm xoshiyadir, qo'rqishlidir. Maqil ibn Yasor radhiyallohu anhu shu yerda yo'q, men Allohdan qo'rqaman dedi. Allohdan qo'rqaman. Bu ishni qilmayman. Bo'lmasa deydi, qarab turinglar. Davomini eshitinglar. Bo'lmasa hozir hammaga jar solaman, hammani chaqiraman, sen ushashadi, adabingni berishadi deydi. Haligi joyda yo'q, bu ishni qilmayman deydi. Keyin haligi chaqiradi, orqasidan quvishadi, urishadi, bir narsa qilib qochib Madinaga qochib keladi. O'zi bir ishni qilgani borganida u ishni ham qila olmasdan Madinaga zo'rg'a qochib kelib oladi. Chunki mushriklar quvlagan, urgan, zo'rg'a qochib qutuladi ularning qo'lidan. Bo'lmasa o'lib ketishligi mumkin. O'lib ketishlikka bo'lsa ham rozi bo'lib, o'sha harom ishni qilmadi. Hech narsa yo'q edi, kamera yo'q edi, kuzatuvchi yo'q edi. Lekin Allohdan qo'rqishlik bor edi, Allohdan qo'rqishlik. Mana shu narsa u kishining sharafini, izzatini ko'tardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytgan: "Ey Rasululloh, mana shu endi u kishini ham ichida bir narsa qolib ketgan bo'ladi, oldingi hayoti." Rasulullohga aytganda keyin oyat nozil bo'ladi. Mushriklar mushrikalar uchun, mushrikalar mushriklar uchun, mu'minlar mu'minalar uchun degan oyat nozil bo'ladi. Shunda bo'ldi, men taslimman deydi. Maqil ibn Yasor radhiyallohu anhu. Va Alloh subhanahu va taoloning yo'lida buni evaziga qarang, ikkita joyda nafsi xohlagan joydan kechyapti. Nima uchun? Allohdan qo'rqqanligi uchun. Makkada va Madinada. Madinaga kelib o'shanga uylansam nima bo'ladi deb Rasulullohdan so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lmaydi, mushrika, zoniya bo'lmaydi. Zoniyalar zinokorlar uchun, pokizalar poklar uchun degan oyat nozil bo'ladi. Oyatga bo'ldi, bo'yinsundim deydi. Itoat qildim. Qarang, ikkita o'rinda Alloh subhanahu va taolodan qo'rqyapti. Buni evaziga Alloh taolo nima berdi u kishiga? Nima berdi Alloh taolo? Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida u kishini ishlatdi. Alloh taoloning yo'lida xizmat qildi. Maqil ibn Yasor radhiyallohu anhu. To o'lgunigacha, o'lim sharbati kelgunigacha u kishi Allohning yo'lida xizmat qildi. Alloh taolo u kishiga azizlikni berdi, izzatni berdi. Juda ham ko'p xizmatlarni qildi. Rasulullohdan keyin xizmat qildi. Sahobalar, xalifalar paytida xizmat qildi. Alloh taolo sha'nini ko'tardi. Oxiratdagi izzat, oxiratdagi azizlik u misli ko'rilmagan bo'ladi. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu bir kun pulni to'plashlik uchun sadaqa, ya'ni zakotdan olingan pullar to'plashlik uchun ketadi. Umar radhiyallohu anhu jo'natib yuboradi. Borib keladi, pullarni to'playdi, mollarni to'playdi. Zakotdan berilgan baytul molga olib kelish kerak, qo'yish kerak yoki uni haqdorlarga tarqatishlik kerak. O'sha oyatda zikr qilingan 8 toifa insonlar. Bularga berishlik kerak. Shu ishlar, ya'ni pulli, yog'li ish, yog'li. Juda ko'p odamlar nima bo'lib ketadi? Aldanib ketadi. Kamera yo'q, kuzatuvchi yo'q, hech narsa yo'q. Shu ishni bajaratda keladi, uyga keladi. Uyga kelsa, uyda hech narsa yo'q. Xotini och, bir yaxshi yeydigan narsasi yo'q. Shunda xotini aytadiki, Muoz ibn Jabalga biror bir narsa olib kelmabsiz-da, mana yog'li joyga boribsiz, pullar to'plabsiz, zakot yig'ibsiz, olib kelibsiz, biror narsa olib kelmabsiz-da uyga deganda, men bilan birga kuzatuvchi bor edi deydi. Meni kuzatuvchi bor edi deydi. Shunda ayoli o'ylaydiki, Umar radhiyallohu anhu xalifa Muozni kuzatib turadigan, tekshirib turadigan bir odamni yuborgan bo'lsa kerak deydi. Holbuki Muoz radhiyallohu anhu Robbil alaminni qasd qiladi. Alloh taoloni kuzatib turuvchi ekanligini aytadi. Kuzatuvchi bor. Qarang, xoshiya, innamal ilmu al-xoshiya, ilm xoshiyadir. Ilm xoshiyadir. O'sha joyda olib qo'ysa bo'lardi, kamera yo'q edi, kuzatuvchi yo'q edi, bir o'zi borgan edi. Bir narsalarni cho'ntak qilib kelsa bo'lardi, lekin nima to'sdi shu narsadan? Shu harom ishdan, shu harom luqmadan, harom amaldan nima to'sdi Muoz ibn Jabal? Nima to'sdi? Al-xoshiya, qo'rquv to'sdi. Qo'rquv, Alloh taoladan qo'rquv.
ilm mana shu narsani olib kelishni kerak. Muoz ibn Jabalni shu qilgan ishiga Alloh taolo nima bilan mukofotladi? Alloh taolo ishlatdi. Olim bo'ldi, ilmli bo'ldi. Hatto Umar radhiyallohu anhu xalifa orzu qilgan. Orzu qilinglar deganda bir sahoba men bir uy tillo bo'lsa, oltin bo'lsa Allohning yo'lida ishlatsam. Umar radhiyallohu anhu aytganki, menga bir uy Muoz ibn Jabal bo'lsa, bir uy Abu Ubayda ibn Jarroh bo'lsa, ularni Allohning yo'lida ishlatsam. Allohning yo'lida xizmat qildirsam. Hatto xalifa Umar orzu qiladigan odam bo'lgan. Ular vafot etgandan keyin. Chunki ular Umar radhiyallohu anhu paytlarida vafot etgan. Muoz ibn Jabal yana Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu. Qarang, bularni sha'nini ko'targan narsa nima bo'ldi? Qo'rquv bo'ldi, Alloh taolodan qo'rquv. Ya'ni ilmga nima qildi? Amal qildi. Shuning uchun Alloh taolo ko'tardi, Alloh taolo ularni ishlatdi. Hatto jannati bashorati berilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vazirlaridan biri, ikkinchi vazirlari Umar, adolatli xalifa bo'lgan Umar, adolatga nima bo'lgan Umar? Ramz bo'lgan adolat. Adolat deyilganda Umar radhiyallohu anhu eslanadi. Alloh taolo shunchalik u kishining sharafini ko'targan. Shu zot orzu qiladigan odamga aylandi. Nima bilan? Xoshiya, qo'rquv bilan. Ilm mana shu narsani olib kelishlik kerak bizga. Ilm shu narsani olib kelmasa, bu ilm bizga foyda bermaydi. Alloh subhanahu va taolo qay holatda, qay o'rinda, qay joyda, qay vaziyatda, qanaqa holatda bo'lishligimizdan qat'iy nazar Alloh taolo bizni muroqaba qilib turadi, kuzatib turadi. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Yer va osmonda Alloh taologa hech narsa maxfiy emas. Va ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Barch tushsa ham Alloh taolo bilib turadi. Bizning har bir holatimizni Alloh taolo bilib turadi. Mana shu narsani his qilib Allohdan qo'rqishlik insonning sharafini ko'taradi, insonning izzatini oshiradi. Mana shu haqiqiy baxt, Alloh taolodan qo'rqishlik. Ilm mana shu uchun olinadi. Ilmimiz agar odobimizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, amalimizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, ibodatimizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, muomalamizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, gapimizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, harakatlarimizni to'g'rilamayotgan bo'lsa, bu ilm foyda bermaydi bizga. Olyapmiz, ilmimiz bizni zararimizga bo'lyapti. Allohning huzurida ertaga zararimizga ishlaydi bu ilm, faqat zararimizga ketadi. Bilasizlar, 3 toifa odamni qiyomat kuni olib kelinadi. Rasululloh hadisda aytganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu hadisni aytaman deb 3 marotaba o'zlaridan ketib qolganlar. Muaviya xalifa xutba qilyapti, shu hadisni aytganda qo'rqib ketib xutbadan, minbardan tushib yerga o'tirib qolgan. Nimaga? Ularda ilmi bor edi. Bittasi olim edi, ilmi bor edi, lekin ilm foyda bermadi. Hasan Basri rahimahulloh aytganlarki, al-ilmu ilman. Fa'ilmun 'alal lisan fadhaka hujjatullohi 'ala ibn Adam va ilmun fil qalbi fadhaka al-ilmun nafi'u. Ilm ikkita ilm, ikki turlidir. Ilm. Birinchisi tildagi ilm, faqat tilda xolos u. Amalga o'tmagan, qalbga tushmagan. Faqat u tilda gapiriladi, tilda da'vat qilinadi, tilda chaqiriladi, lekin amalda yo'q, harakatda yo'q, fe'lida yo'q. Faqat tilda xolos. Alimul lisan, tili bilimdon. Lekin amalida yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda munofiqda aytganlar. Munofiqda tili gapiradi, boshqa joyga gapirmaydi. Hasan Basri nima deyaptilar bu hikmatli gaplarida? Fa'ilmun 'alal lisan fazaka hujjatullohi 'ala ibn Adam. Bu mana shu tildagi bo'lgan ilm, bu odam bolasini zarariga Alloh taoloning hujjati. Allohning huzurida ertaga odam bolasini zarariga ishlaydi bu tilda bo'lgan ilm. Qalbga o'tmagan, amalga o'tmagan ilm. Va ikkinchisi esa bu qalbdagi ilm, qalbga o'rnashgan. Qalbga o'rnashgandan keyin, qalbga kirgandan keyin bu qalb boshqaradi, a'zolarni boshqaradi, qo'lni, oyoqni, ko'zni, quloqni, boshqa joylarni boshqaradi. Mana shu ilm fazakal ilmun nafi'u, bu foyda beruvchi ilmdir degan. Foyda beruvchi ilm. Qalbga ta'sir qilsa, amal isloh bo'lsa, harakatlar tuzalsa, Alloh tomon harakat qilsa, o'zini isloh qilsa, o'zini ustida ishlasa, og'ir bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham, havoi nafs ba'zan xohlaydi bir narsalarni, lazzatli narsalarni xohlaydi, lekin kurashadi. Mana shu eng katta jihodlardan biri. Nafsga qarshi, havoi nafsga qarshi, shaytonning vasvasasiga qarshi kurashlik. Mana bu buyuk jihodlardan.
Mana shu jihodda nafsiga qarshi kurashib, shaytonga qarshi kurashib, g'olib bo'lgan inson g'olib bo'ladi boshqa joylarda ham. Bo'lmasa u g'olib bo'lolmaydi. Nafsiga agar yengilgan bo'lsa, shaytonga yengilgan bo'lsa. Shaytonni bilasizlar, hiylasi ko'p. Shayton turli xil tomonlardan keladi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, shayton deydi, insonga 99 ta yaxshilik eshigini ochib beradi, bitta yomonlikka chiqib olishlik uchun. Bitta yomon amalni qildirib olishlik uchun 99 ta yaxshilik eshigini ochib beradi deydi. Shayton bilan kurash mana shunday bo'ladi, nafs bilan kurash mana shunday bo'ladi. Bu o'limgacha davom etadi. To sizni joningiz chiqqunigacha, o'lim farishtasi kelib joningizni olgunigacha Alloh taolo qadar qilgan, Alloh taolo belgilab qo'ygan kunda, soatda, o'sha soniyada, daqiqada kelib olguniga qadar bu jihod davom etadi. Nima bilan jihod? Havo nafsga qarshi jihod va shaytonga qarshi jihod. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahid alif lam bilan aytayaptilar. Ya'ni bu degan nima? Haqiqiy mujohid degan. Haqiqiy mujohid alif lam bilan aytayaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Al-mujahidu haqiqiy mujohid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Alloh subhanahu va taologa toat qilishlikda nafsiga qarshi jihod qilgan. Nafsiga qarshi jihod qilgan, shaytonga qarshi jihod qilgan. Mana shu odam haqiqiy mujohid. Shuning uchun kim azizlikni topaman desa, olayotgan ilmiga nima qiladi? Amal qiladi. Uni qalbini isloh qiladi, uni amalini isloh qiladi, namoziga e'tibor beradi, zikriga e'tibor beradi, odob axloqiga e'tibor beradi, muomalasiga e'tibor beradi. Kibrdan, faxrlanishlikdan, mensimaslikdan, birovlarning ustidan kulishlikdan, birovlarni so'kishlikdan, masxara qilishlikdan bu narsalardan uzoqlashadi. Ilm mana shunday bo'ladi. Ilm agar shu narsani keltirmayotgan bo'lsa, kibrni keltirayotgan bo'lsa, faxrlanishlikni keltirayotgan bo'lsa, manmansirayotgan bo'lsa, o'zidan ketayotgan bo'lsa, bu ilm foyda beruvchi ilm emas. Bu tildagi ilm bu. Hasan Basri aytganlaridek. Bu munofiqlarning amali bu. Munofiq tilida bo'ladi, lekin qalbida bo'lmaydi. Haqiqatda bo'lmaydi, yuzaki bo'ladi, soxta bo'ladi. Shuning uchun ilm bizga foyda beruvchi ilm bo'lishligi uchun nima bo'lish kerak? Amal beruvchi, amal qildiruvchi ilm bo'lish kerak. Agar Allohdan qo'rqishlikni keltirayotgan bo'lsa, inshaalloh yaxshilik bashorati bor bu insonga. Agar ilm olib turib, ma'siyatni, buzuqlikni, harom ishlarni, yomon ishlarni qilib davom etayotgan bo'lsa, Alloh saqlasin, bu odam qalbini isloh qilish kerak. Bu odam o'zini muhosaba qilishni kerak, to'g'rilashni kerak. Nima uchun ilm olyapti? Nima uchun harakat qilyapti? Shuncha harakati, shuncha mehnati, shuncha o'tirishligi, shuncha yurishligi, shuncha qadam qo'yishligi, shuncha pul sarflashligi, bularning hammasi zoya ketadi. Agar foyda uchun, ya'ni amalini isloh qilishlik uchun ilm olinmayotgan bo'lsa, Alloh saqlasin. Shuning uchun ilmimizni doim Allohning roziligi uchun, roziligiga erishishlik uchun olishligimiz kerak. Allohning roziligi uchun bo'lsa, albatta bu Allohning roziligiga olib boruvchi amallar bilan bo'ladi. Harakatlar bilan bo'ladi, fe'llar bilan bo'ladi, so'zlar bilan bo'ladi. Aks holda Alloh saqlasin, bu ilm bizga zarar berishligi mumkin. Alloh taolo olayotgan ilmimizni foyda beruvchi ilmlardan qilsin, bizga zarar beruvchi ilmlardan qilmasin. Alloh taolo foydamizga, jannatga kirishligimizga, Allohning roziligini topishligimizga hujjat qilsin olayotgan ilmimizni, bizni zararimizga hujjat bo'lmasin. Jahannamga kirib ketishligimizga, Allohning azobiga, Allohning g'azabiga uchratadigan ilm bo'lmasin. Alloh taolo foyda beruvchi ilm qilsin. Shuning uchun Rasululloh sallam foyda beruvchi ilmni duo qilib so'raganlar. Biz ham so'rashligimiz kerak. Vallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.